Assalomu alaykum do'stlar, hammaga Universal Mavzu kanalining doimiy obunachilari. Mana shu g'isht nimadan yasalgan deb o'ylaysiz? Xom g'ishtdan emas, pishiq g'ishtdan emas, beton g'isht emas. Bular hammasi gaza g'ishtlar. O'zbekistonda yangilik, yangi ixtiro. Hali bunaqasini menimcha hech kim ko'rmagan. Gaza g'ishtlar, ya'ni xom g'isht bilan pishiq g'ishtning razmerida. Usta shu yerda turibdi. Xo'p, bu nimadan yasalgan bu? Qaysi apparatda? Gaza bloğida chiqqan отходlarni pressda razmer chiqarilyapti ekan unda. Mana shunda? Ha, mana shunda tayyorlanadi ekan. Bitta apparat. Yasadingiz. Zo'r. Yangi kashfiyot desa ham bo'ladi. Dahshat. Do'stlar, mana shu apparat arziydimi bittadan like bosishga? Arzisa bosib qo'yinglar. Sababi haqiqatan yangilik. Men o'zim ham birinchi marta ko'rishim. Namangan viloyatida, Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'ida. Siz bilaman, mana bunday gaza bloklarni ko'rgansiz. Standart, katta-katta. Bundan dom, kvartira, hattoki hozirgi kunda hovlidagi uylar ham qurilyapti. Lekin gaza g'ishtlar yangilik. Do'stlar, hozir bizni mana shu videoda mana bu gaza blok apparat haqida hamda gaza g'ishtlar haqida gaplashamiz. Demak, biz do'stlar videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa, bittadan like ni bosinglar. Biz esa qiziqarli qilib olib boramiz. Usta, oching chiqani buni. Bu endi gaza blok, ha? Ha, gaza blok ekan. Hali qurimabdi, yangi kesilibdi. Xamir. Ya'ni xamir qilinadi bunda. Ha, bu hali bissinga o'zi ish chiqadi, ha. Qolipida yarim holatda bo'ladi, qo'yani o'zi ko'tarib beradi aka. Zo'r. Ko'pchilik biladi. Keyin reskada kesib chiqiladi. Aha, razmerga olib qo'yib kesib chiqiladi reskada. Do'stlar, tanishtirib o'taman. Ismi Ilyosbek, gaza blok hamda pina blok apparatlarini yasaydi. Bu yer buni o'rtog'ini joyi, ya'ni gaza blok ishlab chiqaradigan liniyasi buni o'rtog'iniki. Qachon bu asos solinib bergan? O'tgan yilga erta borda qo'yilgan bu. Ha, o'tgan yil erta borda 2-3 ta qoliplar qo'yib berilgan. Hozir 15 ta qolipda kuyib chiqaradi vasi. Bitta sexini o'zida. O'zi ikkinchi filiali ham ochilgan boshlamizga ochgan. Bitta sexini o'ziga oyiga $2,5 $2,000 kami. $2,700 daromad topib keladi. O'sha $5,000 atrofida topadi oyiga. Hozir bu yerda birinchi sexa, ikkinchi sexa, bunisi kichkina, bunisi ham xudo xolasa bu kuzgacha kengaytiriladi aka. Daryoda o'sha zavod singari qurilgan ekan u tomonni. Haqlobodda. Haqlobodda, Namangan Haqlobodda. Zo'r, do'stlar, qaranglar, o'rtog'i mana shu yerda gaza blok ishlab chiqarishni boshlab, bu yerni foydasiga Haqlobod degan joyda bundan ham kattaroq joyga shunaqa ishlab chiqarish liniyasiga asos solgan. Endi bu yerni kattalashtirmoqchi, ya'ni bu tarafga qilib, kattaroq. Xudo xolasa uzunasiga yetadi aka. Zo'r. Bu esa gaza blok ishlab chiqaradigan apparat bilan ta'minlaydi o'rtog'ini, ya'ni yasab beradi, albatta pulga. Biz apparat haqida ham gaplashamiz. Alohida sexga borib, ha? Ha, hozir yasalish sexiga borib aka, qo'ygan ustaxonada olamiz videolarimizni. Endi hozir biz videorolikni mana shu ishlab chiqarish liniyasidan boshladik hamda gaza g'ishtlardan boshlagan edik. Gaza g'ishtlarni yana ko'rsatamiz qurilganida. Bu qurilmagani videorolikni boshida ko'rsatgan edik. Bu apparatni qanchadan sotilyapti g'ishtlar? Aka, bu 700 so'm, 750 so'm sotilyapti aka joyda. 700 so'm, 750 so'm. Mana esa qurilgani. Ishlatsa bo'ladigan. Endi bundan ham uy qursa bo'ladi-da. Albatta aka. Xomos shlaka blo'ydan yaxshi aka. Zisligi ham aka, mana pressligi ham aka, og'ir yengilligi ham shu holatda 7-8 kilo chiqadi. Qurigandan keyin qolsa bir 5 kilo, 6 kilo vес qoladi aka. Apparat qanchaga beramiz? Apparatni. Bundan qolipini aka unigani 3 bilan 300 dan tayyorlab beramiz aka, oluvchilarga kerak bo'lsa aka. Razmerlar paltirashga razmer aka. 3 bilan 300 razmer aka. Yasab berishar ekan qolipini, apparatini, shu uskunasini. Ha, shu ko'proq qolip oladiganlar mana gaza bo'ladi. Bitta-bittadan qo'shib olsa ham bo'lardi aka uni. Chunki o'zini отходini, zasipga, vasipga, musurga axtarib yurmaydi aka. Sraz g'isht tayyorlab chiqaraveradi. U ham sotilyapti aka. Sotadi aka qolganlar ham buni. Endi bunday qilamiz, qarang. Mana shunaqa apparatlarni ko'rgani boramiz, ha? Sexga, ya'ni siz sexingizga boramiz. Demak, do'stlar, biz ketdik. Xo'p aka, mana hozir keldik, ha? Ha, yetib keldik. Bu yoqda ko'rsatib ketaveramiz. Do'stlar, o'sha gaza blok, pina blok hammasini yasaydigan, apparatlarni yasaydigan joyga yetib keldik.
Xo'p, bu yerda tayyorlanish jarayonlar aka. Bu taylari ham aka mana 8 ga 4 2 stilni qalinlikda profildan yasaladi. Yuqa profil emas aka, bular bu qalin profil. Eng qalin aka. Hali o'zini holatini yo'qotmaydi shunda. O'zini holatini Qochib yo'qotmaydi. ketmaydi. Bu linaga tayyorlanib turgan qoliplar aka bular hammasi. Ana bu yerda svarishni ishlari ketyapti. To'xtamaydi bu yerda ish. Mana kirpija, bular kirpyojmada zajimlar aka, zajimlar. Bortdan qisadiganlar aka bular. Juda zo'r. Xolos akalarimiz mana iyul 21-iyulmi issiq ham aka. Issiqqa qaramay aka ish ketyapti bu yerda. Lekin issiq bo'lgani yaxshi, sovuqdan ko'ra. Sovuqdan ko'ra issiq bo'lgani yaxshi aka. Demak, biz endi nima qilamiz? Ko'ramizmi u tarafdagi haqiqiy. Bu yoqda tayyorlarni ko'rsatamiz aka endi. Ketdik. Mana bu yerda pena bloklar ekan-a? Pena blok ham chiqadi aka. Bu tomonda kuylar pena bloklarimiz. Aha. Xolos gaza blokdan yaqinda yo'lga qo'yamiz aka bu yerga. Gaza blok ishlab chiqarishimi? Bu yerga kattaroq zavod quriladi aka inshaalloh. Zo'r lekin. Do'stlar, bu yer tipi kattakon promzona. Ya'ni Nasıl ishlab chiqarishga joy qulay aka bu yerda. Sanoat zonasiga. Bu yoqdagi mana birinchi hol optim joydagi cheklanmagan miqdorda tayyorlaymiz aka biz. Qoliplarimiz yevro qoliplar aka, bu yoqda salkam 100 ta oshiqroq qolib turibdi bu yerda o'zida ham. Juda zo'r. Bu yoqda mana kraskaga bu yoqqa olib o'tadilar qoliplarimiz. Bu yoqda tayyorlab turib, mishalga hamma yoq kraskaga baqib o'tadi aka. Zo'r lekin ko'z tegmasin. Ishlab chiqarish juda joyida. Hozir bular hammasi gipsa blok uchun-a? Ha, bular gipsa blok uchun aka qoliplarimiz. Pena blok, gipsa bloklarga. Qoliplar qanchadan sotyapsizlar? Kraska qilingan. Kraska bu qoliplarimizni ichkariga kiramiz mana bu yerda. Ichkaridan kelib, mana tayyorni ko'rsataveraylik. Do'stlar, hozir pena blok hamda gipsa blok apparatlarini ko'ramiz. Undan keyin gaza blok apparati ham bor. Shoshmasdan tomosha qilsangiz, o'tkazib yormasdan bularni ham ko'ratamiz. Xolos bu yerda reklama uchun hali nima desam, zagodovka qilib qo'yganmiz, tayyor. Klient kelsa ham mana shunaqa narsa bo'ladi, vitrina deyiladi-yu. Shunday qilib qo'yilgan aka. Xo'p, pena blogimiz aka, prostoy qoliplarimiz $700 boshlanadi, boshlanish narxiga bularimizga. $700 boshlanadi. Qoliplari mana ko'ndalan 2 qator profil tortilgan. Razmerlar 20-30-60. Bitta qolipida 6 dona blok chiqadi aka. Rassiski toza magnet list aka, rastor ushlab qolmaydi. Uchli listlar tayyorlanadi aka. Profillar 8 emas, listlar qalinligi uchli aka, toza 3. Zo'r. 18 ta chiqaradi. Latok tumbamiz bo'ladi aka. Kompressor, mikser, fulizator, rasvor bo'lishi, pena образователь hamma yo'q bo'ladi kak polojni ichida aka. $700mi? Joyda narxi $700 aka. Adresimiz Namangan viloyati Churon tumani. Olib ketish. Dastavkasi aka, vodiy ichiga $750, O'zbekiston bo'ylab $800 dan chiqadi aka bu komplet. Yo'l kirasiga qarab, ha. Keyingisi aka beliga 3 qator profil tortilgan, sal usulini qilib, bularimizniki narxi $30 dan qo'shilib ketaveradi. $730 joyida, $780 vodiy ichiga. Qolgan joylarga yana yo'l kirasi qo'shilib ketaveradi voha tomonga. Burnimiz aka trendga chiqqan yevro qoliplarimiz aka, har bitta plastasida aka profil to'qib chiqilgan, 4 ga 4 profildan foydalanadi. Ha, pena generatorlar 100 tali aka. Tumbalar, kompressor, mikser hamma yo'q o'sha bo'ladi. Qolipida farq qiladi. Buni komplektimiz joyida narxi aka $800 dan chiqarib beryapmiz hozirgi kunda aka. $800 chiqib, $850 dan vodiy ichiga dastavka ustunovka. O'zbekiston bo'ylab $900 dan chiqadi. Do'stlar, bularda hammasida pena blok ishlab chiqariladi, ya'ni gipsa blok ishlab chiqariladi. Biz hali gaza blok ishlab chiqargan apparatga yetib kelmadik. Hop, demak, bunda ham pena blok apparatda mana bu Lego aka, bu ikkalasi Lego turdagi qoliplarimiz, o'rtasi dumaloq teshikliklar aka bular. Yaqinroq ko'rsatamiz. Yaqinroq ko'rsataverasiz. U yevro qolipga tayyorlangan aka, chunki baquvvatroq bo'lib chiqishi kerak bulamizga. Narxi aka buni joyda narxi $1000 dan. O'zbekiston bo'ylab $1150 dan chiqadi. Bunimizniki aka joyda narxi $800, o'rtasi mana uzun parasali O'zbekiston bo'ylab $850 dan chiqadi. Komplekt, ya'ni hammasini narxi aytilyapti, ya'ni albatta, kompressor, pulsator, ishga tayyor holatda bo'ladi. Yomkiz hammasini qo'shib berishadi. Endi biz nimani ko'ramiz? Gaza blokdan bir qator anchadan bir orzu qilib kutgan gaza blok apparatlarni ko'ramiz. Bu yerda asosan mishalkalarimiz, mana shu yerda ponli, motor, pator hamma yo'g'i to'k montajlar mana shu xonadan chiqib ketadi aka bitib. Avtomat reskalarimiz ham bor, tashqarida hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, gaza blogimizniki aka, bir komplektimizga aka
suv yo'nkisimiz kiradi. Bitta shablon reskamiz kiradi aka. 2 dona qolipimiz, bitta misharkamiz kiradi, yarim kubalik. Shu bilan aka gazobloq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib olsa bo'ladi aka. Bitta komplekt bilan. Bitta komplekt bilan yo'lga qo'yib olsa bo'ladi. Narxi aka buni vodiy ichiga 1,5 ming dollardan dastavka ustunovka qilib beryapmiz. Voha tomonlarga 100-150 dollar maksimum minib oladi aka yo'l kirasi. O'zbekiston 1,5 ming dollarga do'stlar, agar mabodo gazoblok ishlab chiqarishni boshlayman deydigan bo'lsangiz, 1,5 ming dollarga ikkita qolip, katta mishalka aralashtirish uchun, suv isitish uchun mana bu ten hamda 1 tonnaliga 1 tonna suv bo'shganmiz, bu qolipdan 10 ta yetkazib beradi. Bundan tashqari kesish uchun ilgi reska beriladi. Reska tashqarida. Mana shu narxi 1,5 ming dollar. Dastavkasi Samarqandga qancha bo'ladi? Samarqandga aka 100 dollar atrofida qo'shiladi. 1600 dollar bo'ladi. Xorazm, Qoraqalpoqlarga 1650 dollargacha yetib boradi. Endi qaranglar, undan tashqari bu yerda ajoyib narsa bor. Ham gazoblok ishlab chiqarish uchun, ham pinoblok ishlab chiqarish uchun mana bu alohida bir g'aroyib narsa bor. 3 ta qolib, qaranglar. Bunga reska ham kerak emas. Mabodo gazoblokni ishlab chiqaraverasiz, quyib mana bunaqa reskasi o'zi bilan aka, buni o'zi kuyganlarga listini orqasiga tashab qo'yadi. Avtomat reskada kesilgandek bo'lib, yonlar juda chiroyli bo'lib chiqadi ekan bunimizda. Qarang, bitta mishalka, 3 ta qolib, hamda mana bu ten suv yo'nkislari, yo'nkislari. Mana bu 1200 dollar ekan. Zo'r narxi. 1200 dollarga ham siz gazoblok ishlab chiqara olasiz yoki pinoblok ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysangiz bo'laveradi. Zo'r, lekin bu yerda endi ko'ryapsiz, mishalkalar serob bu degani, bularga yetarli darajada tashqarida qoliplar bor. Tashqarini ham ko'ramiz. Bu yerda mishalkalar 2 xil razmerda ekan. Kattasi hamda kichkina. Bu necha litrli deyishadi? Bu yarim kubalik, 0.40 formada tayyorlaydi. Bunimiz uni yarmini tayyorlaydi aka. 6 talik yetadi. Zo'r. Gazoblokga chiqaradigan ob'yomga qaradi aka. Ikkita qolipdan misol 1 oyda aka 6 million 7 million daromad qiladigan bo'lsa aka, xo'p 10 ta qolip bilan boshlaydigan bo'lsa aka, bir dona qolipingiz o'zida hali hisoblab chiqdik, 65 ming 70 ming so'm foyda qolyapti. Bu degani ishlab chiqaruvchini o'ziga aka sof foydasi, rasxotidan tashqari 700 ming so'm qolyapti. Kunlik daromad aka. Topish yaxshi-da. Kunlik daromad. Oyiga 1800 dollar degan 10 ta qolipda u. Misoldan kimdir agar mabodo katta joy qilib mana bunaqa reskalardan qo'yilsa, avtomat reska. Avtomat reska polni liniyalarni ham qurib beraveramiz. 10 ta qolipdan boshlab 6,5 ming dollardan qurib beryapmiz aka. Qo'shimcha qolip aka bizda 230 dollardan qo'shiladi. Liniya qoliplarimiz, yerda turadigan, bir joyda turadigan qoliplarimiz 200 dollardan aka narxlari. Do'stlar, shu yerda aytishimiz kerak, mana shunaqa avtomat reska, ya'ni 2 kishini ishini qiladi hamda tez. Bu kesish uchun mo'ljallangan, rovna tiks hamda tez kesadi. Mana shu bitta avtomat reska hamda 10 ta qolip, undan tashqari mishalka, o'sha kerakli bo'lgan narsalarni qilib beradi. Narxi 6,5 ming dollar ekan. Bu juda katta joyni egallaydi. Juda ko'pgina miqdorda gazoblok ishlab chiqarish imkoniyati bo'ladi. 6,5 ming dollar, esdan chiqmasin. Yaxshi tomoni aka uni. Diagonaldan joyida kesadi, chiroyli kesadi, yo'llarni tekis qilib. Bir kunda aka 30 kubagacha gazoblokni kesib chiqarib beradi aka. Bu ya'ni 50 ta, 60 ta qolip qilishini kesib chiqaraveradi aka kuniga. Zo'r. Bu yerlarda hali kraska tegmagan, o'zi endi tayyorgarlik ko'rilayotgan. Kraskalanmagan aka. Ichiga pechkalar qurib qo'yilgan suv yo'nkisalarimiz ham bor aka. Pechkali desa pechkali, garilgali ham qilib beraveradi. Bu yerlarda mana pechka qurib qo'yilibdi. Ichlarni ham bir qator ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, turbalarni chiqarib, suv sizlar ichkariroqqa chekib suv. Gazoblokka suv isitish kerak, yo'lini qilishdi. Albatta lekin gap yo'q. Qoliplarimiz ham aka yaqinroqdan bir olib ko'rsataylik. Aka materialdan ayalmagan, arzon tomoniga yurilmagan aka bu yerda. Faqat qalin profilda ishlatilgan. Sifatga ishlatilgan, toza uchlik magnet list aka. Bemalol shtangellarda o'lchab olishaveradi aka. Issiqligini buni u. Sifat tomonlama hech qaysi bir tomonlama hali yo'nib qolinmagan aka. Молодец. Bo'lmasam siz ekranga qarab nomeringizni javob holatda aytavering. Xo'p, aka biz nomerlarimiz 93lik kodi bilan 674 0797 raqamlariga bemalol aloqaga chiqishaveradi. Telegram, WhatsApp hamma yo'g'imiz shu nomerimizda bor. Qo'shni davlatlardan ham bemalol aloqaga chiqishaversin. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston polni qanaqa uskuna kerak bo'lsa yetkazdirib berib, yurgizdirib beramiz aka. Biz ham shu nomerni ekran chetiga yozib qo'yganmiz. Telefon qiling, gaplashing. Biz esa ko'rsatuvni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat.